Harry Potter'ning kinosini hemmamiz ko'rib baqqan. Mana bu Harry Potter'ninki efsane rivoyatlik kitobi nima ichib ko'rib baqqan. Mana. Mana bu darvozasiga bunda ochgandan keyin bu qal'aning rasmi bor ekan bu yerda. Qal'aning ichiga kirib, ichini chiqib baqqan. Bu yerdan Harry Potter chiqmay, telefondan bir chiqib qoldi. Mana bu Harry Potter'ning ism bisilgan telefon bor ekan. Davomli ichini ko'rib baqqan. Mana bu qilichdan bir suv ekan bu yerda Harry Potter'ning qilichi bormi, nimasi bor? Chiqmaydi bu. Mana bu cho'nenjisi ekan, cho'nenjilarga mutlaq alayda ishlatibdi buni Harry Potter'ning ismlari bor ekan. Ondan keyin yana nimalar bor ko'rib baqqan. Mana yerda şu kartindeki narsalar var demoqchi. Mana bir monchi hikoyalar bor o'xshaydi, buni o'qitib bo'lmaydi. Mana bu telefonning qipi ekan. Endi Emily gap kelsak, mush telefonning qipi ekan. Qapning yüzügini ravrs kuchayapti. Qapında salsaq shunda chiroq yarishdi ekan. Mana bu o'ziniki. Shunda chiroq xatlarni tartib bisalarga telefondaki görünüşü bir senet dostlar, şunda çıraylık layınlıkta. Hem yani logoları, hem yerki belgeler, şu kinodaki her bir belgelemiş şeyge bisilipti. Yer isimleri varken aparatının közlerdeyimiz. Bir xil senet ma telefondaki Türkiye. Bunun hem de işçini görüp baksak, işçimin miyerlere qarasak, şu kinodaki qal'aning surati tushiribdi, teglik resimga. Bunun işçini ko'rsak, men jutilarimi butunlay belgi xarakterli kinoninki suratlar tushirilgan. Bunun kimdi ishki hisoblamasi 16da 512 chiqdi. Bu Hongmo Note 13 Turbo Shelyanben Harry Potter degan nusxasi. Buningki soni cheklik zaten az ishlagan. Buni organ taraf e'lon qilgan bahsi 2699 ko'y. Hozir 200 ko'y o'sib ketdi. Buni olmaydi bilan sitva qilinmaydi. Buni yudin qilsak 15 kundan 30 kungacha mal qo'limizga yetgan. Mana shunday g'ayriy telefon ehtiyoji bor do'stlar, qolsa nimalar aloqa qilishim.